Men uchun eng og'ir kun o'sha bo'lgan. Men sendan rozi emasman deganlar. O'qishda o'qitganlar, adam o'qitganlar, Ximtexda adam o'qitganlar, doktoranturaga olib borgan adam, Moskvada o'qitgan adam, O'zkimyo sanoatida nima to'g'rilab bu shu darajaga olib kelgan, baribir adamning kuchlari bor o'tdi. Men tan olaman, motivatsiyalari bor. Davay deb qiz bolaga, farzandga ota mana shu narsani berdi-da. Bo'ldi, mendan qo'yinlar to'q edi aslida. Ammo oldimda bundan voz kechdim. Shunda o'sha kuni kelib aytganimda qaraganlarda men uchun eng og'ir kun o'sha bo'lgan. Men sendan rozi emasman deganlar. Endi men uchun men shunday yig'laydi, ustim yig'laydi. Shunda orqamda turibdilar. Endi qarolmayman, rozi emasman deb bo'ldilar. Endi o'shanda aytganman, "Adajon, hali siz yuzingizni yorug' qilaman. Men qilaman, uddalayman" degan. Qanaqa menga bu kuch bo'lgan, qayerdan menga bu kelgan, uni Xudo biladi. Shu darajada demak aytamanki, odam holatdan to'ysa, kimdir aytadi noshukursan. Men noshukursan degan joylarni ham eshitganman. Oyim ham aytganlar, noshukursan, senga o'tda katta oylik bor, katta pul, sen bemalol yetkazasan. Bu ichki holatingiz xotirjam bo'lmasa ekansiz, to'g'ri joyda bo'lmasa ekansiz, majburlikdan ishlayotgan ekansiz, ruh pitillar ekanda, ichingiz.